erga tegmoqchiman. Asalda bir gap bor-ku, masalan, yolg'izlik faqat Allohga deyiladi. Endi masalan, baribir yosh o'tgandan keyin ham kimnidir yonida kimdir bo'lish kerak. Nimagasan, kosmetologga bormagansan deb. Baribir odam o'zi go'zal bo'lsa, chiroyli bo'lsa, hayotini qurishi kerak, erga tegish kerak deb ayollar o'ylashadi, xayol qilishadi. Yo'q, o'ylamaylar, men yerga tegadi deb. Yerga tegmoqchi emasman, lekin syomka jarayoni bor, shu baribir yosh o'tgandan keyin asalda bir gap bor-ku, masalan, yolg'izlik faqat Allohga deyiladi. Endi masalan, baribir yosh o'tgandan keyin ham kimnidir yonida kimdir bo'lish kerak. Men bir shunaqa, ya'ni yaqin kunlarda bir rol ijro etaman, sizlarga syurpriz, shuning uchun ham erga tegmoqchiman dedim-da. Tag'in xotir olmanglar, xo'pmi? Demak, Shaxnoz klinikasida o'zgarishlar katta, to'g'ri, meni yuzimda o'zgarishlar katta. Shuning uchun ham men tavsiya qilardim, mana 5-marta kelishim. Siz ham harakat qilinglar, hattoki qo'llarimda ham o'zgarish sezyapman. Chunki bularda shunaqa qo'lqopchalar bor, kiyib qo'yadi qo'lingizga ham massajlardan keyin, haligi to'glida shunaqa massajlar qiladi, bo'yinlaringlarni massaj qiladi, mazza qilasizlar. O'zimiz uchun ham yashashimiz kerak. Demak, kurash boshlandi. 5-marta Shaxnoz klinikasida men yana muolajalar olaman.